Sirati sahabiy jalil Abu Malik al-Ash'ari radhiyallohu anhu. Otlariga xilof bor. Ba'zilari aytishgan Ka'b ibn Asim va ba'zilari aytishgan Al-Harith ibn al-Harith. O'zlari ahli Shomdan bo'ladilar. O'z qavmlari bilan birga kishtiga kelishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Madinaga hijrat qilishdi, musulmon bo'lishdi. Va qavmi Ash'ari Qahtoniy qabiladan bo'lishadi, asli Yamandan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga qanchaha urushlarga hozir bo'lgandilar. Va ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam ba'zi lashkarlarni yuborardilar, shu lashkarlarga ham ba'zilariga bordilar. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan qanchaha ahadislarda rivoyat qilganlar. Abu Malik radhiyallohu anhu ham ashabi Saqifadan. Saqifa deb buni aytadi, bir uy bor edi. Ana o'sha yerda Abu Bakr radhiyallohu anhu ni xalifa tayin qilishganda, o'sha yerda ham hozir edilar. Sanay 18 hijriga vafot qildilar. Vafotlari bir marazi taun bor edi, Amwas, endi bugun Urdunga bo'ladi. Ana o'sha marazga giriftor bo'lib vafot qildilar radhiyallohu anhu. Alloh rozi bo'lsin Abu Malikdan va boshqa ashabi kiromlardan.